Assalomu alaykum. Sizlar bilan men yana Yo'ldosh Ali va biz tarmoq asoslari darsimizdan davom etamiz. Biz oldingi darsimizda tarmoq nima va nima uchun kerak, qanday paydo bo'lgan, nima uchun, qanday ehtiyojlar sababli yuzaga kelganligini ko'rib chiqdik va bugungi mavzumizda biz o'tadigan mavzu bu OSI modeli, tarmoqning 7 qatlami. Agarda tarmoq bo'yicha o'qigan bo'lsangiz, siz albatta bu OSI layer nimaligini juda yaxshi bilasiz. Xo'p, biz oldingi bobda tarmoqning asosiy g'oyasini tushundik. Ya'ni kompyuterlar o'rtasida ma'lumot almashish. Ya'ni tarmoq o'zi shu ehtiyojdan kelib chiqqan holda yuzaga kelgan. Lekin tasavvur qiling, pochta tizimi hech qanaqa qoida yo'q. Ya'ni biz oldingi darsimizda ham tarmoqni xuddi pochtaga qiyoslagandik. Ya'ni analog sifatida pochta tizimini olgandik. Xo'p, bu yoqdan tasavvur qiling, pochta tizimida hech qanaqa qoida yo'q. Bitta shahar xatni konvertga soladi, boshqasi shahar konvertsiz yuboradi. Bittasida manzil oldiga yozilgan, ikkinchisida orqaga yozilishi mumkin. Ya'ni hech qanaqa qoida yo'q pochtani qanday yetkazish bo'yicha. Albatta bu qoidasiz xatlar to'g'ri manzilga yetib bormasligi mumkin. Bitta formatda bo'lmaganligi hisobiga har xil formatni to'g'rilab chiqish kerak va sizga juda ham qo'shimcha vaqt oladi, keraksiz vaqtlar yuzaga keltiradi. Ya'ni hayotimizda o'zi ko'p narsalar ma'lum bir qoida asosida ishlaydi. Ya'ni qanaqadir hujjat topshirmoqchi bo'lsangiz ham universitetga ma'lum bir qadamlar ketma-ketligi bor. Bo'lmasa, aytaylik, haydovchilik guvohnomasi olmoqchisiz. Albatta siz ma'lum bir qadamlarni o'tishingiz kerak. yoki pochta jo'natmoqchi bo'lsangiz ham yoki nimadir olmoqchi bo'lsangiz ham ma'lum bir qadamlar ketma-ketligi bor. Va ketma-ketlikka rioya qilganingizdan so'nggina natijaga erishishingiz mumkin. Xuddi shunday tarmoq ham ma'lum bir qoidalar asosida ishlaydi. Ya'ni qoidasiz tarmoq ishlashi bu deyarli ilojsiz narsa. Xuddi shunday muammo bu 1970-80-yillarda yuzaga kelgan. Ya'ni kompyuter tarmoqlarida hech qanday qoida bo'lmagan. Ya'ni tarmoqda ma'lumotlar qanday almashadi yoki kompyuter bilan printer qanday aloqa qiladi bir-biri bilan. Shunday muammolar yuzaga kelgan. Hozirgi vaqtda siz bemalol tushunishingiz mumkin, shunchaki printerda kompyuteringizga ulaysiz, bir-biri bilan qandaydir ma'lumot almasha olib, siz printerdan narsa chiqarishingiz mumkin. Lekin ular ham ma'lum bir qoida asosida ishlaydi. Xuddi shu qoidalarga ehtiyoj 70-80-yillarga borib taqaladi. O'sha paytlarda har xil kompaniyalar bo'lgan, masalan, hozirgi dunyoda aytaylik, kompyuterlarni ishlab chiqaradigan Acer, Lenovo, Apple kompaniyalari bo'lsa, oldingi davrlarda ham o'zini yirik kompaniyalari bo'lgan. Bular IBM kompyuterlari, Xerox qurilmalari va yana bir qancha korxonalar bo'lgan. Va o'sha paytda ma'lum bir standart bo'lmaganligi uchun har bir kompaniya o'z qoidasini o'zi ishlab chiqqan. Ya'ni IBM o'zicha qonun yaratib olgan va Xerox degan kompaniya o'zicha qonun yaratib olgan. Va yana har bitta kompaniya, shunga o'xshash kompaniyalar o'zining qonun qoidasini yaratgan. Bu qonun qoida juda katta kamchilikka ega edi. Aytaylik, siz kompyuter sotib oldingiz IBM dan. Siz faqatgina keyinchalik qurilma sotmoqchi bo'lsangiz, IBM dan olishingizga to'g'ri kelardi. Masalan, kompyuteringiz orqali printerdan narsa chiqarmoqchisiz. Printer ham IBM dan bo'lishi kerak edi. Chunki faqatgina IBM ning kompyuterlari IBM ning printerlari bilan aloqa qila olardi, muloqot qila olardi. Yoki faqatgina IBM ning kompyuterlari bilan ma'lumot almasha olardi. Bu juda katta noqulaylik keltirib chiqardi. Ya'ni siz bitta kompaniyadan mahsulot sotib olsangiz, butunligicha o'sha kompaniyadan mahsulot olishingizga to'g'ri kelib qolardi. Va bu yerda albatta iste'molchilarni manipulyatsiya qilishga ham, ya'ni monopoliya bo'lib kelishiga ham olib kelishi mumkin. Ya'ni siz IBM dan kompyuter sotib oldingiz, endi ular printerlarni istalgan qimmat summaga sizga sotishi mumkin. Chunki siz printerdan narsa chiqara olmaysiz. Xuddi shu muammoni hal qilish uchun xalqaro tashkilot, ya'ni International Organization for Standardization, ISO dunyoga keldi. Ya'ni ular loyiha boshladi. Keraklar biz qoida yarataylikda bitta kompyuter boshqa istalgan printer bilan yoki boshqa istalgan qurilma bilan bemalol aloqa qila olsin, ma'lumot almasha olsin degan xulosaga kelishdi va ular o'zini standartlarini ishlab chiqishni boshlashdi. Va bu standartlar aytganimizdek ISO, International Organization for Standardization. Aslida bu standart o'ylab qarasangiz iOS bo'lishi kerak edi, lekin ISO deb qo'yishgan. Buni ham bir mantiqiy
Sababi bor, ya'ni bu ISO o'zi so'zi bu grek tilida yagonalik, birlik ma'nosini bildiradi. Ya'ni bu kompaniya faqatgina bitta standart ishlab chiqadi va hamma o'sha kompaniyalar o'sha standart bo'yicha ishlaydi. Va bu loyihani natijasi OSI, ya'ni bu o'sha kompaniyalar, qurilmalar bir-biri bilan aloqa qila olish protokollari, endi qoidalari OSI modeli sifatida shakllandi. Ya'ni bu yerda mana OSI model nima? OSI bu Open Systems Interconnection, ya'ni ochiq tizimlar o'zaro bog'lanishi. Ochiq degani bu model biror bir kompaniyani tegishli emas, u hamma ochiq standart. Uni shu ISO yaratgan. Aytganimizdek, ISOS so'zidan kelib chiqqan. ISOS ma'nosi teng. Barcha qoidalar, teng ravishda barcha korxonalar shunga amal qilish kerak. Ya'ni tenglik ma'nosini bildiradi. OSI modelini 7 ta qatlamga bo'lishgan. Ya'ni kompyuterlar yoki qurilmalar bir bilan aloqa qila olishi uchun ularni 7 ta qatlamga ega bitta tizim ishlab chiqishgan. Ya'ni ko'pincha uni 7 layers, ya'ni 7 qatlam. Har bir qatlamning o'zini aniq vazifasiga ega va har bir qatlam oldingi qatlam bilan bir-biriga o'zaro bog'langan. Ya'ni qaysidir tepadagi qatlam pastdagi qatlamdan ma'lumot oladi. Pastdagi qatlam albatta tepadagi qatlamga ma'lumot yetkazib beradi va olishi ham mumkin. Buni batafsil ko'rib chiqamiz. Aytganimizdek, nega aynan 7 ta? O'zi nimadir o'rganayotgan bo'lsangiz, albatta shunday savollar berishingiz kerak. Ayniqsa biz keyingi darslarimizda pentesting, ya'ni hakkerlik yoki himoya tizim blue teamni o'rganamiz va albatta har bitta narsada siz nega degan savollar berishingiz kerak. Va o'z-o'zidan bunday ham savol berishingiz kerak, nega aynan 7 taga bo'lgan? Chunki tarmoq aloqasi murakkab jarayon, turli xil trafiklar o'tadi tarmoqdan, turli xil jarayonlar kechadi bu yerda va aynan 7 qatlam eng kerakli hisoblangan. Eng kichigi bu 7 qatlamga bo'lingan va o'sha har bir qatlamni aniq vazifasiga ajratib chiqishgan. Xo'p, va bu 7 qatlam sizga tarmoq qanday ishlashi, nimalar kechadi o'zi, orqa jarayonda nimalar bo'ladi, sizga yetarlicha ma'lumot bera oladi. Va bu 7 layers, ya'ni 7 qatlam sizga tarmoqdagi muammolarni hal qilishda ham juda asqotadi. Aytaylik, qandaydir internetingiz ishlamay qolsa, kompyuteringizda muammo qayerdaligini siz bemalol aniqlay olasiz. Tekshirasiz qatlamma-qatlam, ya'ni birinchi qatlam physical layer. Simlar to'g'ri ulanganmi? Okey, simlar yaxshi ulangan ekan. Data link layer. Switchda hech qanday muammo yo'qmi? Network layer, router ishlayaptimi? Transport layer. Xuddi shunday qilib siz o'zingizda kechayotgan muammolarni bemalol troubleshoot, ya'ni hal qila olasiz. Shu 7 qatlamni yaxshi tushunsangiz, muammo qayerdaligini yaxshi bilasiz va vaqtingizni aynan kerakli qatlamga sarflaysiz. Va bizda yana pochta misoli. OSI modelining asosi va bizda analog sifatida yana pochtani keltiryapmiz. Pochta misolini keyin aytamiz, chunki u bizga 7 qatlamni tushunishga eng katta yordam beradi. Hop, 7 qatlamni keyinroq batafsil texnikal tushunamiz va hozircha shunchaki analog sifatida bir ko'raylik. Hop, siz Toshkentdan Samarqandga do'stingizga xat yubormoqchisiz. Aytaylik, bu oldingi masalan 2000-yillarda aytaylik pochtadan xat yuborishingiz kerak edi. Hop, pochtada bu jarayon bosqichma-bosqich qanday ketadi? Birinchi bosqich siz xat yozasiz. Qog'oz ruchka olasiz, oq qog'ozga yozasiz, fikringizni yozasiz. Bu kontentni yaratyapmiz. Biz ma'lumotni yaratdik. Hop, endi biz xatni formatlashimiz kerak. Ya'ni aytaylik, A4 formatdagi qog'ozni siz jo'nata olmaysiz. Albatta, uni qandaydir ixchamlashtirib, bitta formatga keltirishingiz kerak. Ya'ni shu konvertga sig'adigan formatga keltirishingiz kerak. Xatni shunda formatlaysiz ikkinchi bosqichda. Qog'ozni buklaymiz, konvertga solamiz va u yerga siz jo'natuvchi, qabul qiluvchini manzilini to'g'ri yozishingiz kerak. Va aytaylik, Aliyev Salim Samarqanddagi mana shu tumanda, mana shu shaharda, mana shu uy deb to'liq manzilni kiritishingiz kerak bo'ladi. Va keyin marka yopishtirasiz, xat yetkazib berish uchun tayyor. Formatga keltiramiz.
Agar formatni buzib qo'ysangiz, mazni noto'g'ri joyga yozsangiz, pochta tizimi xatingizni tushunmaydi. Chunki siz keltirilgan formatga rioya qilmagansiz. Siz qoidaga amal qilmaganligingiz hisobiga ular pochtangizni tushunmaydi va manzilga yetkazib bora olmasligi mumkin. Hop, ikkinchi qatlam, ya'ni xatni formatladingiz, to'g'ri formatladingiz, hamma qoidaga rioya qildingiz. Endi uchinchi bosqich. Xatni pochta qutisiga qo'yasiz va bayroqni ko'tarasiz. Ya'ni kinofilmlarda ko'p ko'rgansiz, qanaqadir pochta qutisi bo'ladi uyda yonida, o'shanga pochta qutisiga o'zingiz xatingizni qo'yib, bayroqni ko'tarib qo'yishingiz kerak. Nimani belgisi bu? Menda xat bor yetkazib berish uchun degan ma'noda. Va u o'sha belgini ko'rgan pochtachi keladi, pochta xatingizni oladi, ya'ni agar xat bo'lsa oladi, uni bir nechta qismga bo'lishi mumkin. Agarda siz ko'p, kattaroq qanaqadir kontent qilgan bo'lsangiz, uni albatta qismlarga bo'lishi mumkin. Chunki u pochtachi ma'lum bir chegaradagi xatlarni yetkazib beradi. Hajmdagi. Sizda hajmingiz juda katta bo'lishi mumkin. Uni ham yetkazib beradi, lekin u bittada emas, qism qilib yetkazib berish kerak. Chunki bittada yetkazib berish uchun juda ko'p vaqt oladi. Xo'p, aytganimizdek, pochta tizimi har bir qismga raqam qo'yadi va yetkazganini ko'rsatadi. Ya'ni aytaylik, bitta katta xatni tasavvur qilaylik. Uni 5 ta qismga bo'ladi va 5 ta qismga har bittasiga raqam qo'yiladi. 1, 2, 3, 4, 5. Endi 5-chi bosqich pochta tizimi konvertdagi manzilga qaraydi va qaror qiladi. Bu xat avval Toshkent markaziy pochta bo'linmasiga, keyin viloyatlararo saralash markaziga, keyin Samarqand pochta bo'linmasiga borishi kerak. Har bir bosqich keyingi qadam qayerga degan qaror qilinadi. Ya'ni Samarqandga borgandan keyin Samarqanddagi ma'lum bir tumanga borish kerak. Tumanga borgandan keyin tuman ichidagi qanaqadir shaharga borish kerak. Shaharga borgandan keyin o'sha haqiqiy uyning egasini manziliga boradi. Va 6-bosqich, aytaylik, xat Samarqandga yetib keldi. Endi shahar ichida aniq ko'chani, aniq uyni topish kerak. Pochta tashuvchisi xatni aniq o'sha uyga, o'sha pochta qutisiga yetkazadi. 7-bosqich, xat fizik ravishda qog'oz, konvert, marka do'stingiz pochta qutisiga yozibdi. Fizik yetkazish amalga oshdi. Mana shu 7 bosqich OSI modelining 7 qatlamiga to'g'ri keladi. Xo'p, endi texnik jihatdan bir ko'rib chiqamiz. O'ylaymanki, bu analogimiz juda tushunarli bo'ldi. Endi texnik tomondan qanday ishlashini ko'rib chiqsak ham bo'ladi. Xo'p, ko'pincha bu 7 ta qatlamni 2 qismga ajratib ham olishadi. Ya'ni yuqori qatlam va pastki qatlam. Nima uchun aynan bu ikkiga bo'lishadi? Ya'ni bu tushunishni yanada osonlashtirish uchun. Ya'ni qo'shimcha qanaqadir tushunishni oson qilib beradigan ikkita tur. Hop, yuqori qatlamlar bular 7, 6, 5-qatlamlar. Bu ma'lumotni tarmoqqa tayyorlash bilan shug'ullanadi. Pochta misolida bu xat yozish, formatlash, pochta xizmatiga topshirish, ya'ni ma'lumot hali yo'lga chiqmagan, u faqat tayyorlanmoqda. Deylik, o'sha aytganimizdek, tepadagi 1-bosqich, 2-bosqich, 3-bosqich. Ya'ni xatni yozdingiz, ma'lumotingiz tayyor, kimga yozishni qildingiz, endi u xat yetkazib berish qoldi xolos. Endi pastki qatlamlar, ya'ni 4-chi, 3-chi, 2-chi, 1-qatlamlar bu ma'lumotni manzilga yetkazish bilan shug'ullanadi. Pochta misolida bu xatni saralash, marshrutlash, shahar ichida yetkazish, fizik topshirish. Ya'ni ma'lumot allaqachon yo'lda va manzilga qarab harakatlanmoqda. Mana bu yo'lda ko'rishimiz mumkin. Bu nomlarni to'liq hali o'tmagandik. Mana ko'rishingiz mumkin, 7 ta qatlamning o'z nomlari bor. Bular tepadan pastga qarab o'qisak, application layer, presentation layer, session layer. Bular yuqori qatlam. Bu 3 ta qatlam. Va bizda pastki qatlam bor, transport layer, network layer, data link layer va physical layer. Bular pastki qatlam hisoblanadi. Mana bu yerda yana bitta juda yaxshi visual ko'rishimiz mumkin. OSI modelini qatlamlar analogiyasi qanday ishlashi. Mana xuddi aytganimizdek, ma'lumotlarni tayyorlash va ularni mashrutlash. Xo'p, endi qatlamlarning o'zini ishlash tizimi ishlash haqida gaplashsak, ular o'zi har bir layerda nima bo'ladi, har bitta qatlamda qanday jarayonlar kechadi, o'shalarni bir ko'rib chiqaylik. Xo'p, bu 7-qatlam biz, ya'ni ma'lumot jo'natuvchi ma'lumot jo'natilayotganda siz tomonidan qaysidir A foydalanuvchi B foydalanuvchiga ma'lumot jo'natilayotganda ma'lumot tepadan pastga qarab harakat qiladi. Ya'ni
Application, presentation, session, transport, network, data link, physical. Buni keyinchalik ko'rib chiqamiz, ya'ni to'liq qanday ishlashini. Endi ma'lumot qabul qilinganda pastdan tepaga qarab ketadi, ya'ni ma'lumot qurish jarayoni. Physical, data link, network, transport, session, presentation, application. Xuddi shunday bo'ladi. Xo'p, o'ylaymanki, bu ham tushunarli bo'ldi.